Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 14-ma'ruza mavzumiz 20-asrning 90-yillarning oxirida xalqaro munosabatlarga bag'ishlanadi. Demak, bugungi ma'ruzamiz davomida quyidagi rejalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi, Sovet ittifoqining parchalanishi va mustaqil davlatlar hamdo'stligining tashkil topishi to'g'risida. Ikkinchi rejamizda Janubiy va Sharqiy Yevropada yuzaga kelgan o'zgarishlar, ya'ni sotsializm tuzumining qulashi, yangi hukumatlarning, demokratik hukumatlarning hokimiyat tepasiga kelishi. Keyingi rejamizda AQShning Iroqqa qarshi birinchi urushi, cho'ldagi bo'ron operatsiyasi to'g'risida gaplashamiz va to'rtinchi rejamizda Rossiya qo'shinlarining Chechenistonda konstitutsiyaviy tartibni o'rnatish bo'yicha amalga oshirgan harbiy harakatlarga bag'ishlanadi. Xo'p, demak, Sovet ittifoqi o'zining hayotining so'nggi kunlarida biz yaxshi bilamiz, barcha tizimda, o'sha avval boshidan belgilangan 5 yillik iqtisodiy rejalarni ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. 80-yillarga kelib Sovet ittifoqining tizimli inqiroziy holatga tushib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Aholining katta qismi rasman e'lon qilingan kommunistik mafkura dogmalariga ishonchini butunlay yo'qotdi. Natijada Sovet ittifoqining va avtonom respublikalardagi mustaqil milliy elitalarning shakllanishiga sabab bo'ldi. 1985-1991 qayta qurish siyosati e'lon qilingandi, ya'ni Gorbachyov tomonidan qayta qurish davrida siyosiy tizimni isloh qilishga urinish mavjud qarama-qarshiliklarning yanada keskinlashuviga sabab bo'lgan ekan. 1988-1990-yillarda tashabbus bilan chiqqan bosh kotib Gorbachyov boshchiligidagi Kompartiya markaziy qo'mitasi Kompartiyaning KPSning rolini sezilarli darajada zaiflashuviga sabab bo'ldi. 1988-yilda partiya apparatini qisqartirish boshlandi, islohotlar o'tkazildi. 1990-yilda konstitutsiya o'zgartirildi va 6-modda bekor qilindi. Buning natijasida KPS davlatdan butunlay ajralib qoldi. Shu bilan birga respublikalararo munosabatlar qayta ko'rib chiqilmadi. Bu esa partiyaviy tuzilmaning zaiflashuvi fonida ittifoq respublikalarida separatizmning keskin ravishda kuchayib ketishiga olib kelgan ekan. Qayta qurish yillarida Sovet ittifoqida vaziyat keskin yomonlashdi. 1986-yilda Yakutsk, Almatada, Qozog'iston hududida, hozirgi Qozog'istonda yirik millatlararo to'qnashuvlar sodir bo'ldi. 1988-yilda Tog'li Qorabog' mojarosi boshlandi. Bu davrda armanlar yashovchi Tog'li Qorabog' avtonom viloyati Ozarbayjon Sovet Respublikasi tarkibidan chiqishini ma'lum qildi va uning ortidan Armaniston, Ozarbayjon qurolli mojarosi boshlangan ekan. 1989-yilga kelib Qozog'iston, O'zbekiston, Moldova, Janubiy Osetiya hududida xuddi shunday millatlararo to'qnashuvlar, mojarolar avjiga chiqdi. 1990-yillarning o'rtalariga kelib 600 mingdan ortiq Sovet fuqarolari qochqin yoki ichki ko'chishlarga sabab bo'lgan ekan. 1988-yilda Boltiqbo'yida mustaqillik uchun harakat boshlandi. Demak, bu harakat xalq frontlari qayta qurishni qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchi hokimiyat ruxsati bilan tashkil etilgan ommaviy harakatlarni boshqarib borgan ekan. 1988-yilning 16-noyabrida Estoniya Oliy Kengashi respublikaning davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. Respublikaning konstitutsiyasiga qator o'zgarishlar kiritib, demak, bu holat Estoniya hududida ittifoq qonunlarini to'xtatib turish imkonini bergan ekan. 89-yil 26-may, 28-iyul sanalarida xuddi shunday hujjatlar Estoniyaga qo'shni respublikalar, ya'ni Litva va Latviya tomonidan qabul qilindi. 1990-yilning 11 va 30-mart sanalarida Litva va Estoniya qurolli kuchlari o'zlarining mustaqil davlatlarni tiklash to'g'risidagi qonunlarni e'lon qilib, 4-mayda xuddi shunday akt Latviya parlamenti tomonidan tasdiqlangan ekan. 1989-yilning 23-sentyabr sanasida Ozarbayjon Oliy Soveti respublikaning davlat suvereniteti to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni qabul qildi. 90-yil davomida, demak, barcha ittifoqdosh respublikalar tomonidan xuddi shunday mazmundagi hujjatlar qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Rossiya Federatsiyasi
davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiya 1990-yilning 12-iyunida Respublika xalq deputatlari birinchi qurultoyda qabul qilingan. 90-yilning ikkinchi yarmida Oliy Kengash raisi Boris Yelsin boshchiligida Rossiya rahbariyati, Rossiya hukumati, vazirliklari va idoralarning vakolatlarini sezilarli darajada kengaytirishga urinib ko'rdi. Uning hududida joylashgan korxonalar, ittifoqdosh banklar, bularning filiallari va boshqa respublika hududida joylashgan barcha iqtisodiy tuzilmalar respublikaning mulki deb e'lon qilindi. Xo'p, demak, Rossiya suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiya ittifoqning yo'q qilish uchun emas, balkim Rossiya hududida Rossiyaning o'sha tarkibidagi avtonomiyalarning Rossiyadan ajralib chiqishini to'xtatish uchun qabul qilingan edi. Avtonomlashtirish rejasi Rossiya va Yelsinning zaiflashtirish maqsadida o'sha Kompartiya markaziy komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan va barcha avtonomiyalarga ittifoqdosh respublikalar maqomini berish nazarda tutardi. Rossiya buning uchun bu hududning yarmini, ya'ni 20 million kishi istiqomat qilayotgan tabiiy resurslarning katta qismi joylashgan hududlarni yo'qotishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham Rossiya o'z hududida o'sha suverenitet to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qilgan edi. 1990-yilning 24-dekabr sanasida Rossiya Oliy Kengashi qonun ishlab chiqdi. Demak, bu qonunga ko'ra, agar Rossiya suvereniteti buziladigan bo'lsa, Rossiya hukumati kasaba uyushma aktlarini to'xtatib qo'yish huquqiga ega edi. Demak, Sovet ittifoqi hokimiyat organlarining barcha qarorlari Rossiya Respublikasi hududida uning Oliy Kengashi tomonidan ratifikatsiya qilingandan so'nggina qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin edi. 1991-yil 17-mart sanasida referendumda Rossiya Respublika prezidenti lavozimi joriy etildi. Referendum natijalariga ko'ra va 91-yilning 12-iyun sanasida Boris Yelsin mazkur lavozimni egalladi. 1991-yil may oyida o'zining maxsus xizmati Rossiya Davlat xavfsizlik qo'mitasi, ya'ni KGB deb e'tirof etamiz, mazkur organ ta'sis etilgan ekan. 90-yilning 2-13-iyulida bo'lib o'tgan KPSning oxirgi 28-qurultoyida Sovet ittifoqi prezidenti Mikhail Gorbachyov yangi ittifoq shartnomasini imzolash zarurligini e'lon qildi. 90-yilning 3-dekabr sanasida SSR Oliy Kengashining shu Gorbachyov taklifi bilan ishlab chiqqan loyihasi qo'llab-quvvatlandi va hujjat taqdim etilgan yangi konsepsiyaga ko'ra Sovet ittifoqining tarkibiga kirgan har bir respublika suveren davlat maqomini olishi kerak edi. Ittifoqdosh respublikalar hokimiyati tor vakolatlarni saqlab qoladi, ya'ni ittifoq hokimiyati tor doirani saqlab qoladi. Mudofaa tashkil etish va davlat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish va amalga oshirish, tashqi siyosat, iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bu ittifoqning ixtiyorida qolishi kerak edi. 1990-yilning 17-dekabr sanasida Sovet ittifoqi xalq deputatlari 4-qurultoyda Mikhail Gorbachyov har bir fuqaro federal asosda suveren davlatlarning ittifoqini yoqlab yoki unga qarshi chiqish uchun butun mamlakat bo'ylab referendum o'tkazish masalasini kun tartibiga qo'ydi. Va bu referendum o'tkazish uchun 17-mart sanasi belgilandi. Ovoz berishda 15 ta ittifoqdosh respublikalardan bor yo'g'i 9 tasi ishtirok etdi. Ya'ni Rossiya, Ukraina, Belorussiya, O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston Sovet respublikalari bu referendum jarayonini tashkil etib ishtirok etgan ekan. Armaniston, Gruziya, Latviya, Litva, Moldaviya va Estoniya hukumati ovoz berishdan bosh tortdi. Referendum natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda ishtirok etgan fuqarolarning umuman barcha fuqarolarning, saylov huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 80% ishtirok etgan va ishtirokchilarning 76.4% ittifoqni saqlab qolish tarafdori sifatida ovoz bergan, 21.7% qarshi ovoz bergan ekan. Ya'ni ittifoqni saqlab qolish kerak emas degan to'xtamga kelgan. Plebissit natijasida 1991-yilning 23-apreldan 23-iyuliga qadar SSR prezidentining Nova Agarovdagi qarorgohida Mikhail Gorbachyov va 15 ta ittifoqdosh respublikadan 9 tasining prezidentlari bilan muzokaralar olib borilgan. Demak, bu respublikalar albatta o'sha Rossiya, Ukraina, Belorussiya hamda Qozog'iston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston respublikalari. Ular o'sha muzokara jarayoni tarixga Nova Agarova jarayoni nomi bilan kirgan ekan. Xo'p, demak,
Shartnomaga ko'ra yangi federatsiya nomidagi SSSR qisqartmasi saqlab qolinishi kerak edi, ammo Sovet suveren respublikalar ittifoqi deb o'zgartirilishi kerak edi. 1991-yilning iyul oyida muzokarachilar shartnoma loyihasini bir butun sifatida ma'qulladi va 91-yilning sentyabr-oktyabr oylarida bo'lib o'tgan Sovet ittifoqi xalq deputatlar qurultoyida imzolashni belgilab qo'ydi. 29-30 iyul kunlari Mikhail Gorbachov Rossiya va Qozog'iston rahbarlari Boris Yeltsin va Nursulton Nazarboyev bilan yopiq uchrashuv o'tkazdi va ular hujjatni imzolashni 20-avgust sanasiga ko'chirishga kelishib olishdi. Demak, qaror qabul qilinishiga SSR xalq deputatlar ko'pchiligi vakolatlari o'sha respublikalarda o'tgan amalda konfederal davlat yaratishni nazarda tutuvchi shartnomaga qarshi ovoz berishidan qo'rqishdi. Shu sababli ham Gorbachov Novoagarova jarayoniga salbiy munosabatda bo'lgan SSRning bir qator yuqori rahbarlari, xususan vitse-prezident Gennadiy Yanayev, bosh vazir Valentin Pavlov va boshqalarni ishdan bo'shatishga rozi bo'lgan edi. Xo'p, 18-avgustdan 19-avgustga o'tar kechasi 8 kishidan iborat SSR oliy rahbarlar guruhi, ular qatorida Gennadiy Yanayev, Valentin Pavlov, Dmitriy Yazov, Vladimir Kryuchkovlar bor edi. Demak, favqulodda holat davlat qo'mitasini tuzib, davlat to'ntarishini o'tkazishga urinishni amalga oshirdi. 1991-yil avgust voqealaridan keyin davlat rahbarlari Novoagarovadagi muzokaralarda qatnashgan ittifoq respublikalari o'z mustaqilligini birin-ketin e'lon qilishgan ekan. Jumladan 24-avgust sanasida Ukraina, 30-avgust sanasida Ozarbayjon, 31-avgust sanasida O'zbekiston va Qirg'iziston, qolganlari 91-yilning sentyabr-dekabr oylari oralig'ida o'z mustaqilligini e'lon qilishdi. 1991-yil 23-avgustda Rossiya prezidenti Boris Yeltsin foydalanishni to'xtatib turish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 91-yil 2-sentyabrda Izvestiya gazetasida SSR prezidenti va 10 ta ittifoqdosh respublika oliy rahbarlarining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Unda barcha xohlovchi respublikalar tomonidan suveren davlatlar ittifoqi to'g'risidagi shartnomani tayyorlash va imzolash, o'tish davri uchun ittifoqdosh respublikalarni muvofiqlashtirib turuvchi boshqaruv organlarini yaratish zarurligi to'g'risida fikr yuritilgan edi. 1991-yil 5-sentyabrda Moskvada SSR xalq deputatlarining 5-qurultoyida yig'ilining so'nggi kunida organlar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Demak, bu qonunga ko'ra davlat hokimiyati va SSRning o'tish davridagi boshqaruv mavzusiga ko'ra Kongress o'z-o'zini saqlab, tarqatib yubordi va butun davlat hokimiyati SSR Oliy Kengashiga o'tkazilgan ekan. 1991-yilning 8-dekabr sanasida Rossiya, Ukraina va Belorussiya rahbarlari Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk, Stanislav Shushkevich Biskulida o'zaro uchrashdi va mustaqil davlatlar hamdo'stligini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzolashdi. E'tibor qarating, aynan mana shu 3 ta respublika rahbarlari va bularga Zakavkaziya respublikasi ham bor edi. Kavkaz orta respublikalar 1922-yil 30-dekabr sanasida Sovet ittifoqini tashkil etish to'g'risida, SSR tashkil etish to'g'risidagi deklaratsiyani imzolagan edi va aynan mustaqil davlatlar hamdo'stligini tashkil etish to'g'risidagi kelishuv ham mana shu davlat rahbarlari ishtirokida amalga oshirildi. 10-dekabr kuni hujjat Ukraina va Belorussiya oliy kengashlari tomonidan ratifikatsiya qilingan bo'lsa, 12-dekabr kuni xuddi shunday ishni Rossiya parlamenti ham amalga oshirdi. 1991-yil 21-dekabrda Almaty shahrida bo'lib o'tgan 11 ta sobiq ittifoq respublikasi yetakchilarining o'zaro uchrashuvida ular ham MDHning maqsad va tamoyillari, uning asoslari to'g'risidagi deklaratsiyani imzolab, MDH tarkibiga qo'shilishgan ekan. Hujjatga ko'ra, o'sha MDHning vazifalariga e'tibor qarating, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zolarning birgalikdagi faoliyati doirasida quyidagilarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Ya'ni tashqi siyosiy faoliyatni muvofiqlashtirib turish, bojxona sohasida umumiy iqtisodiy makon, umum Yevropa va Yevroosiyo bozorlarini shakllantirish va rivojlantirishda o'zaro hamkorlik qilish, himoya qilish sohasidagi hamkorlik muhitini yaratish, migratsiya siyosati masalalarini hal etish, uyushgan jinoyatchilikka birgalikda qarshi kurash fikrlari ilgari surilgan. Xo'p, shuning bilan bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.